Uyingizga parda qildirmoqchi bo'lsangiz, men aytmoqchi bo'lgan narsani bilishingiz shart. Va hozirgi jaluzi pardalarimiz, e'tibor bering, jaluzi oddiy paloska emas. Jaluzi mana shunday atachinto, uyingizda gullariga mos qilib, aboyli, xohlagan uslubdagi jaluzi pardalar qilsak bo'ladi. Va mana bularning ochilib yopilishiga e'tibor berasizlar. Yopib qo'yganingizda bemalol xohlagan joyingizdan kirib chiqib foydalanasiz. Sizga qulay bo'lgan tomoni birinchisi mana shu. Va zich holati. Bemalol ichkari, tashqari ko'rinmay issiqlik, yorug'likni qaytarib turadi. Yana qulay tomonlari ochib qo'yganingizda hech narsaga mishat bermagan holatda bir tomonga turadi. Har doim o'zingizga qulay bo'lgan narsani tanlab foydalanishga harakat qiling. Denov jaluzi har doim sizlar bilan birga.